Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal YouTube kanali. Bugun hammamizda dolzarb bo'lib turgan mavzu, ya'ni 5 ta yo'nalishni to'g'ri tanlash haqida gaplashamiz. Chunki bu strategiyani bilmaydiganlar talaba bo'lish imkoniyati juda ham past hisoblanadi. Chunki ko'pchiligimiz haligacha mana shularni to'g'ri tanlashni bilmaymiz. Va to'g'ri tanlashni bilmaydiganlar esa ko'p hollarda grantga kira olmayapti, yetarli ball bo'lsa ham, yokida kontraktga ham bilasha olmayapti. Bugun mana shuni sizlarga o'rgatib beraman va buning qanchalik muhim ekanligini bugun tushunib yetasiz. Va videoning oxirida sizlar uchun maxsus taklifim bor. Videoni oxirigacha ko'ring va sizga ma'lumot berishni boshlaymiz. Demak, BNB algoritmi tizimi sizni qanday saralaydi? Birinchi navbatda mana shuni bilib olishimiz kerak. Ko'pchilik tizim o'zi eng mosiga joylashtiradi deb o'ylaydi. Bu katta xato hisoblanadi do'stlar. Tizim bu kompyuter, u his tuyg'uga tayyorlanmaydi yokida shunchalik aqlli emas. Unda hozirgidek ChatGPT yoki Gemini'ga o'xshab sun'iy ravishda hisoblaydigan artificial intelligence yo'q. U tavakkal yuboradi sizni, o'zingizning belgilangan natijangizga ko'ra yuboradi. U shunaqangi hisoblaydi. Mana bu yerda algoritmlar ko'rsatib o'tilgan. Birinchi tanlovni tekshiradi, agar ball yetmasa, ikkinchi tanlovga o'tkazadi. Va fan bloki mossiga yana tekshiradi. 3 va 4 tanlovlarni davom ettiradi. Hammasini rad bo'lsa, 5 xavfsiz tanlovingizga o'tadi sizni. Agar 5 ta yo'nalishni ham faqat yuqori ball otimlarga to'ldirsangiz, ballingiz yetmay qolganda, sonida 5 tanlovingiz ham zanjirga o'xshab birin-ketin kuyib ketadi. Mana shuning uchun ham mana bu 5 ta yo'nalishni hammasini ham eng yuqori ballarni, eng top oliygohlarni tanlab qo'yish juda ham katta xato hisoblanadi. Va sizlarga 1-3-1 strategiyasini o'rgatmoqchiman. Ya'ni 5 ta yo'nalishni to'g'ri joylashtirish kerak. Bu tasodif emas, bu professional forma hisoblanadi. Har bir o'rin o'z vazifasini bajaradi. Ya'ni qanday? Birinchi navbatda qarang. Birinchi tanlov, ya'ni eng birinchi qo'yadigan narsa bu sizning orzu qilgan universitetingiz, yo'nalishingiz bo'ladi. Bu yerda kirish ehtimolingiz past, lekin orzu qilasiz. Kim biladi, kirib qolishingiz mumkin. Shuning uchun ham birinchi o'ringa qo'yishingiz kerak. Chunki sizda bundan tashqari 4 ta imkoniyat bo'ladi. Va yana bu yerda kirmasligingiz 50-50 bo'lib turadi. Ammo lekin baribir harakat qilib qo'ysangiz sizga ziyon qilmaydi. Aytganimdek, sizda 5 ta yo'nalish tanlash imkoni bor. Va 2-chi, 3-chi, 4-chi tanlovlar bu endi sizning haqiqiy 100% jiddiy qarashingiz kerak bo'lgan taraflar hisoblanadi. O'zingizning balingizga mos keladiganlarni tanlashingiz kerak. Va 5-inchisi endi 5-inchisi bulardan ham ko'ra muhimroq bo'ladi. Ya'ni bu nima deydi? Sizda hozir bu yerda A rejangiz birinchi tanlov. B, C rejangiz esa 2-chi, 3-chi, 4-chi tanlovlar. Va endi qo'shimcha alifboni oxiridagi nima deydi? So'nggi qurolingizgacha bu sizning 5-chi tanlovingiz bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni bunga nima qilgan ma'qul? Masalan, sizda 100 ball bor va mana shu 100 ballga yetadigan bitta universitetni sohani tanlab qo'ydingiz. Va lekin ana shu 100 ball, sizdagi 100 ball bor, lekin o'sha sohaga, ya'ni sizdagi birinchi fan va ikkinchi fan blokingizga mos keladigan boshqa soha, lekin 70-60 ball atrofidagi fan, ya'ni soha. Bu degani siz 100% unga kira olasiz. Shuni ham olib qo'ying, ya'ni tepadagi yuqoriga kira olmasangiz, eng kamida mana shu sohaga kirishingiz mumkin. Ana endi yashirin tuzoqlar. Ko'pchilik bilmaydigan 3 ta insider bor. Ya'ni birinchi fan mosligi. Bu qizil chiziq hisoblanadi. Ya'ni birinchi faningiz yo'nalishiga mos kelmasa, arizangiz avtomatik ravishda rad etiladi. Tanlovingiz kuyib ketadi. Ikkinchi, filiallar siri. Mana shuni ko'pchilik bilmaydi. Poytaxt oliy ta'lim muassasalari va uning filiallari bir xil diplom beradi. Diplomining darajasi bir xil bo'ladi. Lekin kirish ballari 30 ballga farq qiladi. Ko'pchilik esa nimagadir faqatgina menga ko'pchilik o'zim yozadi. Shahar markazidan topib ber deydi. Lekin hisobga olishmaydiki, u yerda ballar yuqoriroq bo'ladi. Nimaga yuqoriroq bo'ladi desangiz, ko'pchilik xuddi sizga o'xshab 100 minglab talabalar shu yerga topshiradi. Ana shuning uchun ham nisbatan chekkaroqqa topshirsangiz, ball pastroq bo'ladi, zato diplom bir xil bo'ladi. Va kvotalar portlashi, mana shuni ham hisobga olib qo'yishingiz shart do'stlar. Kvotasi 2 barobar oshgan yo'nalishlarda ballar keskin tushib ketadi. Buni to'g'ri tahlil qiling. Bu yil mana har doim aytib kelganman, har yili kvotalar soni oshirilib boradi. Bu yil ham kvotalar soni yetarlicha do'stlar. Avvalgiga qaraganda ancha oshirildi. Va bu degani qo'shimcha kirish imkoniyatlari ko'paydi. Bundan tashqari do'stlar, hozir e'tibor bersangiz, 50% talabalar 56.7 ballni to'play olishmadi va yo'nalish tanlash, davlatga kirish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Bu sizga yanada qo'shimcha imkoniyat yaratib beradi. Va endi sizlarga atab qo'ygan maxsus taklifim. Sizlar 100% talaba bo'lishni istaysizmi? To'plagan ballingiz natijaning faqatgina 50% hisoblanadi.
Bu degani siz hali 100% talaba bo'ldingiz, grant yoki kontraktga kirdingiz degani emas. Qolgan 50%ga to'g'risida teg orqali erishiladi. Ya'ni balingizga mos, to'g'ri joydan, to'g'ri universitet, to'g'ri yo'nalishlarni tanlashingiz kerak. Bu albatta siz uchun qiyinroq bo'lishi mumkin va aynan mana shu maqsadda biz sizga o'zimizning xizmatni, konsultatsiya xizmatimiz va premium Telegram kanalimizni taklif qilamiz. O'ylamang, Telegram kanaliga qo'shilaman bo'ldi. Yo'q. Siz Telegram kanaliga qo'shilasiz. Shuningdek, Telegram kanaliga qo'shilganlar birga-bir konsultatsiyani oladi. Istalgan savolingizga mutaxassislarimiz sizga javob berishadi. Qanaqa savol tug'ildimi, farqi yo'q, sizga javob berishadi. Narx ham arzongina. Buning uchun o'ylab o'tirishingiz shart emas. Mana bu yerga qarang. Bu yerda bizning Telegram hisoblarimiz bor. Ko'pchilik aytadi, qidiruvda chiqmaydi deydi. Chunki sizlar xato yozyapsizlar, do'stlar. Agar mana bu meni shaxsiy lichkam, mana bu Yakub Khan. Bu mening shaxsiy lichkam. Ko'pchilik qidiruvda chiqmayapti deyapti. Agar chiqmaydigan bo'lsa, Yakub Info degan Telegram kanalim chiqib keladi. Ya'ni meni aynan ismimda Yoqubjon Abdusalimov nomidagi Telegram kanali chiqib keladi. O'sha kanalga o'ting, istalgan izoh ostiga, post tagiga yozing. Men Telegram kanaliga qo'shilmoqchiman deb yozib qo'ying, bo'ldi. Men sizni o'zim topib, o'zim lichkangizga o'tib, barcha ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Shu orqali sizga yordam bergan bo'lamiz. Xullas do'stlar, video hozircha shundan iborat edi. Va shuni ham aytib qo'yamanki, bizda Telegram Premium kanal bo'lgani bilan biz hamma ma'lumotni yashiramiz degan emas. Ana shu Telegram Premiumda ayrim ma'lumotlarni mana bu YouTube kanalimga ham joylab boraman. Va bu degani kanalimga obuna bo'lib qo'ying mana bu YouTube kanalimga ham. Bu sizga katta plyuska o'ynaydi. Va men har doim masalan mana bu YouTube kanalimdan kelayotganlarga chegirma qilib beraman-da servislarimiz uchun. O'zi aslida 100 ming so'mlik servisda men Telegram YouTube kanalim obunachilari uchun atigi 50 ming so'm qilib qo'yganman. Mana bu Telegram kanaliga qo'shilish 25 ming so'm, konsultatsiya narxi 50 ming so'm. Va agar sizga noqulay bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biz mening doimiy kuzatuvchim bo'ladigan bo'lsangiz, sizga atigi ikkalasini ham 50 ming so'm qilib beraman va foydalanaverasiz. Va faqatgina sizdan talab etadigan narsam videolarimga like bosgan bo'lishingiz kerak va kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Bo'ldi, mana shu sizdan talab etadigan narsam. Shuning uchun ham fursatni boy bermang, biz bilan bog'laning, chunki yaqin orada tanlov tanlash tugaydi. Shoshilib qoling do'stlar.